Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoyning Sharq Turkistondagi yadro jahongirligi fosh qilindi. Amerika Xitoyning majburiy organ yig'ib olishiga qarata tekshirishni boshlaganligini bildirdi. Sri Lanka Xitoydan yana zo'r miqdorda qarz oldi. Mutaxassislar insonlarning bosh so'ngida yangi sho'lgay bezini bayqadi. Qatlam Xitoylarning asosiy siyosati bo'lib kelmoqda. Tövende diktanlar haberlerimizden tepsili mazmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosi xabarda Xitoy Kompartiyasining tajovuz qilib besib olgan Sharq Turkistonni Xitoyning eng chong energiya ambir qilib olishdan boshqa, hozir bu Uyg'urlarning makonini yangi yadro jahongirligining bazasiga aylantirib qo'yganligi Kuzatuvchilar tadqiqot fondining eng yangi dokladida tafsili sharhlangan. 19 oktyabr kuni e'lon qilingan bu dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy navbatda yadro programmasini taraqqiy qildirayotgan eng chong davlatlarning biri bo'lib, buning sinoq va tadqiqot bosqichlari uchun Sharq Turkiston og'ir badal to'lamoqda. Xitoy Kompartiyasi o'tmishdan 10 yillab Sharq Turkistonni atom qurollarining sinoq maydoni qilib ishlatgan bo'lib, uning ikkilamchi ta'siridan qanchalik odamning meyib bo'lib ketganligi, turli rak kasallariga giribtor bo'lganligi va hayotidan ayrilganligi noma'lum. 1980-yillardagi Uyg'ur o'quvchilar harakati jarayonida bu vaqtdagi turli talablar hukumat o'rinlariga yo'llangan bo'lsa-mu, bu vaqtda hech qanday tadbir etilmagan. Amdilikda bo'lsa o'zini terrorlikning ziyonkashligiga uchrayotganlar deb tashviq qilayotgan Xitoy Kompartiyasi zo'r kuch bilan yadro jahongirligini yuqori pallaga chiqarmoqda. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining navbatdagi yadro energiyasi tadqiqotiga ilgirgidek ko'mir yoki hidrogen yiqilib qilishning o'rniga uran asosiy yiqilib qilingan. Xitoyning yadro programmalariga keraklik uran qazilmasining 3dan 1 bo'lsa, Ili vodiysidan qazilingan bo'lib, navbatda Ili vodiyisidagi Uyg'urlarning hayoti bu sababdan duchor bo'ladigan turli qiyin xatarlarga qarata biror bexatarlik tadbirining elinganligi ma'lum emas. Gerçi Xitoy hukumati 2003-yili uran qazish xizmatidagi radioaktivlik moddalardan kelib chiqadigan bulg'anishni cheklash va kontrol qilish haqida maxsus qonun ma'qullagan bo'lsa-mu, bu qonun Sharq Turkistonda faqat qog'oz yuzida mavjud bo'lmoqda. 16 oktyabr kuni majburiy emgak va odam atkazchiligiga qarshi turish muxbirlarni kutilish yig'inida Amerika Davlat ishlar mahkamasining yuqori darajali kishilik huquq amaldori, Davlat ishlar kotibining yordamchisi Robert Destro Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqiga va diniy e'tiqod guruhlariga qaratgan turli vahshiylikni bayon qilib, dunyoni birlikda zamonaviy qulluqni to'xtatishga chaqirdi. Muxbirlarning Sharq Turkiston Falun Gong masalasi qarta so'ralgan savollarga Amerika Xitoy Kompartiyasining kishilarning organlarini majburiy yig'ib olish jinoyati to'g'risida amaliy tekshirishni boshlaganligini bildirdi. Robert Destro men boshqalarning jigirini o'g'irlaganda mubakrak kishilik huquqiga daxl ta'ruz qilishni o'ylab yetmayman. Biz davomli Xitoyning mushi jinoyati to'g'risida doklad topshirib olamiz. Shunga biz ayblashlar ustida amaliy tekshirishni boshladik. Zamonaviy qulluq yana mavjud. Har birimiz mayli qaysi din, qaysi davlat, qaysi rayon, qaysi irq bo'lishidan qat'iy nazar uni to'sish majburiyatimiz bor. Shundaqli keng jamoat xalqining Xitoyning majburiy organ yig'ib olishi haqida egalligan ishonchli kuchli isbotlari bo'lsa, biz bilan aloqa qilishni tashabbus qilaman degan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining odam atkazchiligiga qarshi turish bosh elchisi John Cotton Richmond organ yig'ish Palermo kelishimnomasida aniqlangan ekspeditsiyaning biri. Biz davomli munosabat kuchurlarni to'playmiz. Aslida kishilar hukumatga tayinib odam atkazchiligini to'xtatadigan qonunlarni ijro qiladi. Ammo ba'zi hukumatlarning o'zi odam atkazchiligi bilan shug'ullandi. Odam atkazchiligini Xitoy Kommunistik partiyasi Sharq Turkiston Uyg'ur xalqi Falun Gong murtlarini bostirish va kontrol qilishning bir qism tadbir qilib olgan. Amerika Xitoy Kompartiyasining bu xil nachar, og'ir bo'lgan odam atkazchilik harakatini qattiq ayblaydi. Hamda unumli tadbir qo'llanish kerak degan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim hamrohi Sri Lanka yaqinda Xitoydan yana $700 million qarz olganligini xabar qildi. Tayvan Markaziy axborot agentligining xabari qaraganda, Sri Lankaning davlat pul va pul muomala bozori va davlat korxonalari islohoti ministri Ajit Devart yaqinda Hindiston taratqullarining ziyoratini qabul qilganda bu xabarni oshkorlagan. U yana hozir Xitoyning naqd puli eng ko'p ekanligini, tabiiy holda chet ellik ko'plab mablag' selish kerakligini, buning bo'lsa tarixiy taraqqiyot qonuniy ekanligini, tashqi dunyoning buni hurmat qilish kerakligini bildirdi. Xitoyning koni bo'lgan Dovi Torbitining xabari qaraganda, Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar komiteti ishxonasining mudiri Yang Jiji 9 oktyabr kuni Sri Lankani ziyorat qilgandan keyin Xitoy hukumati 11 oktyabrda Sri Lankaga $90 million yordam qilganligini e'lon qilgan. Buningdan ilgari mart oyida Xitoy yana Sri Lankaga $500 million qarz taqib, Xitoy virusiga qarshi turishga yordam bergan. Sri Lanka yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumati bilan bir balvoq bir yo'l turida hamkorlashganlik uchun xalqaroning diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Sri Lanka Xampantota portini Xitoyga 99 yil ijaraga bergan bo'lib, xalqaro jamiyat buning Xitoyning qora niyat qarz berish tuzoqlari orqali Sri Lankani kontrol qildi deb qaragan.
Hozirga qadar Sri Lanka Xitoydan 5 milliard dollardan ortiq qarz olgan. Radioaktivlik davolash va o'smik kasalliklari jurnalida e'lon qilingan maqolada yuqori aniqlikdagi mashina bilan odam badinidagi to'qilmalarni tekshirgan olimlar insonning bosh so'ngikida burun bo'shlig'i bilan kekirdak uchrashgan joyda bir jup cho'ng sho'lgay bezini bayqaganligini bildirdi. Tadqiqot gruppasidagi Gollandiya rak kasalliklar institutining doktori Matt Welstar har qanday zamonaviy anatomiya kitobida sho'lgay bezining faqat 3 xil tipi, ya'ni quloq, inak va til ostida borligi, amdilikda 4-chisining borligini bayqaganligini, rak kasallik giribdor bo'lganlarning radiatsiya orqali davolashda buzilgan sho'lgay bezlari uchun yangidan bayqalgan sho'lgay bezining almashtirish organi rolini o'ynaydiganligini bildirgan. Sharq Turkiston va Xitoy orasidagi munosabat istilo qilish va istiloga qarshi turishni asos qilgan bir munosabat bo'lib, qadimiy tarixdan mustaqil davlat bo'lib kelayotgan Sharq Turkiston tunji qatim 1759-yili Manju imperiyasining istilosiga uchragan. Ammo Manjularning Sharq Turkistondagi hukmronligiga zarmiga bekinib olish tipida bo'lib, o'ziga ishonch qila olgan emas. Har qachon qo'zg'olonlar yuz berib, istiloga qarshi isyonlar hech bir vaqt to'xtab boqmagan. Bu jarayonda Manjularning qal'alarga bekingan hukmronligimi bir qancha qatim ag'dirib etilgan. 1865-yildagi umumiy qo'zg'olon natijasida Manju istilosiga xotim berilib, 7 shahar hokimiyati qurilgan. Bu davlat 14 yildan keyin takror Manju imperiyasining tajovuziga uchragan. Sharq Turkistonga 1884-yili tunji qatim Xitoycha yangi chegara ismi qo'yilib, Qing davlatining bir o'lkasi deb atalgan. Qing davlati ag'dirilib, Junxomingo qurilganda Sun Zhongshan belgilgan davlat qurilish belgilamasida Junxomingoning 5 asosiy millatdan tarkib topadiganligi o'tirib qo'yilgan bo'lib, Sharq Turkistonni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni Sharq Turkistonni Junxomingoning tarkibida deb qaramagan. Sun Zhongshandan keyin Xitoy hukmronlari Qing mustamliklariga to'liq varislik qilish urinishida bo'lib keldi. 1933-yili va 1944-yili ikki qatim Sharq Turkiston mustaqilligiga jakarlangan. 1949-yili kommunist Xitoylar Sharq Turkistonga besib kirganga qadar Xitoylar Sharq Turkistonga faqat simvol xarakterlik hukmronlik qilib kelgan bo'lib, hech qachon to'liq ishonchsiz bo'lmagan. Shu sababdan va jo'grafiyalik sabablardan bu zamonga Xitoy aholisi ko'chirilmagan. Xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan bir materialda deyilishicha, 1949-yili kommunist armiyasi Sharq Turkistonga besib kirishdan avval Sharq Turkistonda Xitoylarning nufusi faqat 2% ni tashkil qiladi. Bu 2% nüfusmu armiya, saqchi va hukumat xodimlaridan iborat bo'lib, Sharq Turkistonda yerlashgan bir odatdagi puxra Xitoy dehqon yoki chorvachi bo'lib baxmagan. Xitoylarning har qatimliq istilodan keyin yurgizib kelayotgan siyosati o'xshash bo'lib, qayta bosh ko'tarishimizning oldini olish, mangu tashkillanmaydigan qilib o'tish uchun ikki asosli qirg'inchilik siyosati yurgizib kelgan bo'lib, bulardan biri umumiy qatlam orqali nüfusimizni azaytib kuchsizlantirish, yana biri tashkillanishning asosi bo'lgan nüfusli kishilarni, bilimli kishilarni, ilgirki xon jamiyati, bag jamiyatlarini nishonli holda qirg'in qilish bo'lib kelgan. 1878-yildagi ikkinchi qatimliq istilodan keyin har oiladan eng oz bir erkak, ko'p jonliq oilalardan 3 erkak o'ldirilgan bo'lib, bu nüfus sonimizni azaytish orqali qarshilikning oldini olish uchun va qo'rqinch selish uchun bo'lgan. Har qatimliq urush yig'iliqlarda o'lgandan boshqa, urush to'xtagandan keyin g'arazlik qatlam elib berish odatga aylantirilgan. Buningdan boshqa yurt cho'nlari, nüfusli shaxslar, bilimliklarning qirg'in qilinishi ayrim bir masala. Hurmatli ko'rurmanlar, buning davomini atidagi xabarimizda davomlashtiramiz. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.